Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenlerimiz. İslam Biz programımızın 119. saatini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz, hemmalığa malum boğandek, yıllardan buyan her bir Müslüman çokum Kur'an ve sünnet nurudu düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarını ayrım mavzuqan şekilde her haftada huzurunlarga sunuvatımız. Rabbim Allah Subhanahu ve Taala'dan sözlengen barlıq temalarda haqiqiy ravishda to'g'ri tushunib, shuningga amal qilib hayotımızda uni ro'yobga chiqara oladigan mu'minlardan qilishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Bugungi albatta programımızın her daimgidek hammalarga ma'lum bo'lgandek daimlik aziz mehmonimiz, hurmatli Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi, shundaqla Dunyo Musulmon Olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qilib kelyapmiz. Bugun qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan numarımız orqali, shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz tunugun e'lonimizda bergandek, ahli sunna vel jamoa kimlar? Bu haqda to'xtalganligimizni e'lon berdik. Albatta, bugundan boshlasak balkim bir qancha bo'lim davomlashishi mumkin. Buni albatta har birimiz davomli holatda o'zimizningki qaysi islom firqasiga tava ekanligimiz so'ralgan vaqtda hammamiz mayli o'qig'ini bo'lsin, o'qimag'ini bo'lsin, ig'izimizda ayta asallam deb kelayotgan masala. Buni bir tafsiliy holatda tushunib o'tish uchun o'ltiribmiz. Unda olsa bevosita programmamizni boshlab ketsak, hurmatli ustoz. Oldi bilan bu ahli sunna vel jamoaning ma'nisidan boshlasak. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamdisine peygamberimizge dua salamlar olsun. Ehl-i sünne vel cemaat degan uqum bu Müslümanların kimligi. Müslümanların mevcutluq meselesi. Xo'sh. Biz ehl-i sünne vel cemaatni Müslümanların kimligi ve mevcutluğu degan vaqtimizda bu nuqtani tushunish uchun bu yerda ikki turli ism. Birisi sünnet, yana birisi jamoa. Bu ikki so'zni yoki bu ikki kalimani tahlil qilib ko'rib boqaylik. Xo'sh. Sünnet degan so'z 3 xil ma'noda. Birinci ma'nosi hadis sharif ma'nosida. Yani Qur'oni Karimdan keyingi islomning ikkinchi qonunshunoslik manbasi. Xo'sh. Sünnetning ikkinchi ma'nosi nafl namozlar, nafl ibodatlar, sunnet namozlar degan ma'noda. Sünnetning uchinchi ma'nosi payg'ambar alayhissalom tutib kelayotgan ro'shan yo'l va mukammal metod yoki mukammal yo'l xaritasi degan ma'noda. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda yani o'zininki tutib kelayotgan ummatga musulmonlar yetkazib kelayotgan yo'lning mukammal ro'shan bir yo'l xaritasi ekanligini ifodalab, alaykum bis sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin. Sizlar mening yo'lamni tutmanglar. Mening ko'rsatmam bo'yicha Allohga qulchilik qilinglar. Musulmondachilik qanday bo'lsa, meningki ko'rsatgan yo'lam bilan bo'ldi. Qanday turib bu yerda alaykum bis sunnati degan hadis sharif maqsad sizlar nafl namoz o'qinglar deganlik maqsad emas. Xo'sh. Yoki faqat hadisni tutmanglar deganlik maqsad emas bu yerda. Ya'ni mening apkagan yo'lamni tutmanglar. Payg'ambar alayhisalom apkaga yo'l qaysi? Yo'l xaritasi qaysi? Bu yo'l Qur'onni o'z ichiga oldi, hadis sharifni o'z ichiga oldi, aqidani o'z ichiga oldi, ibodatni, axloqni, shariatni, qonunni hammani o'z ichiga oldi. Ya'ni xulosalag'an vaqtida bu hadis alaykum bi sunnati degan bu sunnatning bu yerdagi ma'nosi islom ma'nosida. Ya'ni islomni ma'nosilariga izohlagandek tutmanglar. İslamni ma'nosilariga deb bergandek, tushuntirib bergandek ma'nolar. İslamni mening yo'lim bo'yicha, mening ko'rsatmam bo'yicha, so'zimda bo'lsin, ish harakatimda bo'lsin, bayonlarimda bo'lib qolsin, bu bo'yicha tutmanglar. Xo'sh. Demak, bu hadis orqali bu yerdagi ahli sunnatga, sunnat so'zining eng to'g'ri ma'nosi islom ma'nosida. Qur'on, sunnat, aqida, shariatni ko'rsatib bergan islom ma'nosi keladi. Qanday bu yer nafl namoz emas yoki hadis sharif emas. Bu to'g'ri ma'nosi. Chunki musulmonlar barliq ish harakatlarda payg'ambar alayhisalomningki ish harakatlarini, payg'ambar alayhisalomning so'zlarini asos qilib ma'noda. Xo'sh. Bu sunnatning ma'nosi. Hamda ahl sunna vel jamoatga ikkinchi so'z jamoat degan ma'no. Bu jamoat degan so'z zamonimizda bo'lgan jamoatlar
tashkilotlar, partiyalar, mazhablar, aqimlar degan qo'shib bu atalg'u payg'ambar alayhisolamning zamoni bomidasi yo'qdi. Payg'ambar alayhisolamning zamonida bugunga o'xshash mazhablar, aqimlar yoki jamoatlar yo'qdi. U vaqt musulmonlar nima deb atildi desa, musulmonlar jamoati deb atildi. Yoki ummatul islom, islom ummati deb ataladi. Payg'ambar alayhisalom musulmonlarniki jamoat deb atilganligini ifodalab, alaykum bil jamoa va iyyakum val furqa dedi. Sizlar jamoatni tutmanglar dedi. Ya'ni birligini tutmanglar. Qandaydir bir yerda masjidga jamoat maqsad emas, alaykum bil jamoat emas. Birligini tutmanglar. Siyosiy birlik, aqida birligi, ideya birligi, qimmat qarash birligi, tasavvur birligi. Ya'ni butun musulmonlarni tamsil qila oladigan, islomni bir butun namoyon qila oladigan, o'rnak bo'la oladigan bu birligini tutmanglar dedi. Payg'ambar alayhisolamning bu yerdagi jamoa, alaykum bil jamoa degan so'zdan maqsad ummat so'zi maqsad. Xo'sh. Ummatni ko'rsatmaydi. Islom ummatini ifodalamoqchi. Demak, hadis sharifga alaykum bis sunnati degan hadis sharifga sunnat degan so'zdan islom maqsad bo'lganda, yana hadisga alaykum bil jamoa degan bu jamoa so'zining maqsad kim maqsad esa ummat maqsad. Musulmonlar barliq musulmonlar jamoati maqsad. Shunga bu yerda ahli sunnat demak, ahli islom demakdir. Ahli sunnat demak islom ummati demakdir. Mana bu ahli sunnat va jamoaniki ma'nosi yoki qisqacha tunishtirish. Xo'sh. Deganlarda ustozim nima shu? Albatta, islomning dastlabki davrida unda bugungi kundagidek biz ahli sunnat va jamoa yoki shia har xil firqalar yo'qdi, ham ya musulmon ya kafir mushriklar. Endi bu atalg'uninki islom ummatiga bizlarga yerlashgan vaqti qachon bu atalg'u paydo bo'lgan degan. Ahli sunna va jamoa demak bu islom ummatini ko'rsatgan bir atalg'udir. Islom ummatini ya'ni barliq musulmonlarni ko'rsatgan bir atalg'udir. Ahli sunnat degan bu atalg'uning yildizi Rasulullohning davrida va sahobalarning davrida bo'lgan bo'lsa, u vaqtida ahli sunna va jamoa degan bu atalg'u ishlatilmagan. U vaqt qanday atalg'u ishlatilgansa, musulmonlar jamoati yoki ummatul islom, islom ummati yoki ahli islom, islom jamoati yoki islom a'zolari degan bu atalg'u qo'llanib kelgan. Shu bu yerda ahli sunnat kimdi u zamonda esa sahobalar. Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasi bo'yicha yashagan sahobalar. Xo'sh. Tabi'inlar, tabi'i tabi'inlar ve bularga ergişip mangan ulamolar ve musulmonlarning hammasi dal ahli sunna vel cemaatdir. Ezib ketmagan, ozg'un firqaga, ozg'un aqim kirib ketmaganlar bo'lib qolsa, bu ahli sunna vel cemaatdir. Endi islom tarixida islom aqidasini chatlaydigan, islom prinsiplaridan chatlaydigan ozg'un aqimlar paydo bo'lgan vaqtida yoki ba'zi kitoblarda bayon qilingandek bid'atchi aqimlar paydo bo'lgan vaqtida bu ozg'un aqimlarni payg'ambarimizningki ko'rsatmasi bo'yicha mangayotgan, payg'ambarimizning metodi yoki yo'l xayrisi mangayotgan musulmonlardan bularni farqlantirish uchun Xo'sh. ahli sunna val jamoa deydigan bu atalg'uni ishlatishga ehtiyoj tug'ilgan. Ya'ni ozg'un aqimlarni bu sağlam yolda mangayotgan musulmonlardan ayırib o'tish uchun ahli sunna va jamoat manganlar, to'g'ri yo'lda manganlar, payg'ambarimizningki hadis bo'yicha manganlar, qolganlar ezib ketganlar degan bu nuqtadan bu atalg'uni ishlatishga ehtiyoj shakllangan. Shuningdek keyin bu atalg'u islom tarixida, islom dunyosida kengri jonliq maydonga kelgan. Shunga ahli sunna va jamoat degan bu atalg'uni bugun kunlikda bo'lsin, bu muayyan bir mazhabga yoki muayyan bir jamoatga yoki muayyan bir aqimga ham ishlatish to'g'ri emas. Chunki ahli sunnat musulmonlari tarafidan qabul ko'rilgan narsa islom tarafidan qabul ko'rildi. Chunki ahli sunnat musulmonlar tarafidan to'g'ri deb qaralgan narsa islomdan to'g'ri deb qaraldi. Qandaqdir bu yerda ahli sunnat musulmonlar islom xato degan narsa ular to'g'ri demaydi. Ma ra'al muslimun hasanan fa huwa indallohi hasan dedi payg'ambar esa. Musulmonlar bir butun holat to'g'ri degan narsa islom to'g'ri dedi. Uning islom ummati ozg'unlikda hammasi bir yakab qolmaydi. Garchi bir necha ezishi mumkin, bir jamoat ezib ketishi mumkin, bir aqim ezib ketishi mumkin, lekin bir butun musulmonlar jamoat ezib ketamiz, ezib ketmaydi. Islomda qabul ko'rilgan ish musulmonlar tarafidan qabul ko'rildi. Shunday ahli sunnat musulmonlar rad qilgan ishmi, bu mu islomda rad qilingan ishdir. Çünkü ahli sunnat musulmon bir ishni rad qilsa, islom rad qilganlik uchun rad qil. Islom rad qilmagan ishni yoki islom ruxsat qilgan ishni ular hargizmi rad qilmaydi. Demak, gapimizni xulosalasa, ahli sunnat degan atalg'u payg'ambar alayhisolamning yo'lini tutib mangan,
ko'plagan mazhablarga, ko'plagan aqimlarga to'g'ri keladigan, uyg'un keladigan atarg'udir. Xo'sh. Shunga buni muayyan bir mazhab bilan buni cheklash bu to'g'ri emas. Allah razı Bugun zamonimizga qaysi kirdi degan bu savol balkim ba'zilarning kallasiga kelishi mumkin. Biz bu haqda kelar qatim programmamizda inshaalloh ayrim to'xtalamiz. Xo'sh. Allah razı olsun. Endi Ahl-i Sünnet ve Cemaat kimligining manbasi haqida bir ishga o'zga qilsak. Bu kimlik. Yana muhim bir nuqta var. Ahl-i Sünnet demek İslam kimligi demek. Xo'sh, xo'sh. Hem İslam kimligini kim temsil kıldı? İslam kimligini Ahl-i Sünnet temsil kıldı. Xo'sh. Bu muhim nokta. İslam kimligi, Ahl-i Sünnet kimligi. Ahl-i Sünnet'nin kimligi İslam kimliginin ki del özüne namayan kıpıralımını kıpıramlandı. Xo'sh. Müslümanlar, sahabeler devirden tatip bugün kadar menip gelgen Müslümanlar İslam kimligini namayan kıp geldi, namayan kıp gelmedi, namayan kıp geldi. Demek bir yerde İslam kimligi bilen Ahl-i Sünnet ve Cemaat'ın kimligine uygunluk var mı? Özara maslışanlık var mı? Ama maslışanlık nereden gelgen? Qandaydir bir yerdeki bu maslışanlık sünnet degen sözden yoki jamoat degan so'zdan kelgan emas. Qandaydir biz o'zida sünnet jamoati deb atavasin yoki yana bizim jamoat deb atavasin undan kelmaydi. Yoki ahli sünnet ve jamoatga sünnet ve jamoat degan so'zdan kelmaydi. İslam kimligi bilan ahli sünnetning orasidagi kimlikning uyg'unlashi, ikkisining bir-biriga mos kelishi İslamning xarakteridan keldi. İslamning xarakterimiz shu. İslamdaki tarih hareketindeki tarihten maslışanlıktan geldi. Yani tarih boyunca Müslümanlarınki İslam bilen maslışıp gelgenlikten Xo'sh. bundan şekillen, bunu biliş lazım. Yani hepimizin hulasılığa vaxtıda biz biraz tefsilat girişle ilgili İslam kimligi bilen Ahl-i Sünnet ve Cemaat'ın kimligi iki noktada namayan buldu. Maslışanlık iki nokta. Birisi ilahi vahiy merkezleşkenlikten geldi. İlahi vahiyni merkezi nokta tutup mangallıktan. İkinci birisi Müslümanlarınki tarihten tatip, Peygamberimiz gelgen tarihten hazır kadar ilahi vahiy bilen maslışıp, onun bilen təsirlip, onun ko'rsatib mangal. Bu iki noktadan keldi. Nima uchun bu yerda Ahl-i Sünnet dal İslam kimligini temsil qila oladi? Nima uchun Ahl-i Sünnet dal İslamga vakillik qila oladi desa, bu iki nokta. Birisi ilahi vahiyni merkez qilganlik, ikkinchi birisi ilahi vahiy bilan moslashib harakat qilganlikdan keldi. Endi birinchi nuqta haqida biroz to'xtalaylik. İlahi vahiyni merkez qilishdi. Xo'sh. İlahi vahiy İslam kimligini shakllantirgan eng muhim amil. Yani birinci derecelik amil. Merkezi amil emas, Müslümanların kimlik nima asal shakllanadi olsa, İslam kimligi bilan shakllanadi. Xo'sh. Yani ilahi vahiy asasida shakllanadi. İlahi vahiyni yo'l xaritasi deb qaraganlikdan bu yerda İslam kimligi shakllanadi. Endi Ahl-i Sünnet Müslümanları ilahi vahiyni qattiq qo'g'daydi. Himoya qil. Shu ilahi vahiy bular bir narsa qo'shib qo'yishni to'g'ri ko'rmaydi, ham kimaytirishni to'g'ri ko'rmaydi. Qanday kelganimiz o'z piti oladi, himoya qildi, qo'g'daydi. Qo'shishqimi, qarshi, kimaytirib qo'yishmi, uning qarshi. Shunday ham bu Ahl-i Sünnet Müslümanları bu ilahi vahiyninki yoki İslamninki afzallik hukmlari var, yoki tartiblari var. Mavu erkan deb atıldı, mavu asas deb atıldı, mavu en muhim deb atıldı, ma ikkinchi daraja, uchinchi daraja atıldı deydigan bir tartiblar var. Bununla rioya qilish kelgan chaqda intayin sezgur holatdir. Yani bunun rioya qil. İslamning tartiblarini oldiga surib o'tmaydi, bular keyinga surib o'tmaydi. İslam birinchi darajalik deb qaragan bo'lsa, uni birinchi darajada qo'ydi. Bu ikkinchi darajada ishlagan bo'lsa, Ahl-i Sünnet musulmonlari uni ikkinchi darajada qo'ydi. Masalan, buna bir necha o'rnak olaylik. 5 örnek alayım belki biraz düşünüş konuşacağım. Birinci Allah iman keltirish meselesi. Xo'sh. Allah iman keltirish meselesi bu İslam kimliginin g'aybiyat sohasidagi yoki g'aybiy ishlar munosabat doiradagi eng halqiliq markaziy nuqta hisoblanadi. Allohga iman keltirish, Allohga ishonish masalasi İslam kimligining g'aybiy ishlar. Allohga ishonish g'aybiy masala. Biz ko'rib ishonmaymiz, ko'rmay turib ishonamiz. G'aybiy sohadagi en halkılık merkezi mesele hesaplanır. Allah iman keltirish meselesi itikadning asası. İtikadning asası olan itikadning birincisi. Allah'a ishonmay turib payg'ambar ishonsak bu ekan. Allah'a ishonmay turib qiyomat kuni ishonsak u ekan. Evet. Allah'a ishonmay turib Qur'on ishonmasak u ekan. Birincisi bu Allah'a ishonishdan keladi. Shunga Ahl-i Sünnet musulmonlari
Qur'on, Alloh taolo iymon keltirish masalasini birinchi o'rin qo'ydi. Boshqa bir ufqum, boshqa bir tasavvur, boshqa bir xiyol tushunchani buni olib qo'ydi. Birinchi qilib Allohning borligi va Allohningki yegona ekanligini oldin o'rin qo'ydi. Shuning uchun kitoblarimiz qaraydigan bo'lsak, musulmonlarning kitoblariga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'lab to'xtalgan narsa tavhid masalasi. Xo'sh. Tavhid musulmonlarning ko'ngil bo'lishida oldin o'rin turadi. Shuning uchun har qanday bir sohada, har qanday bir maydonda musulmon bir gapni qilsa, bir ish harakatni qilsa, bir faoliyatni qilsa, bir fikrni o'tirib qo'ymoqchi bo'lib qolsa, bu mening aqidamga uyg'unmi, uyg'un emasmi? To'g'ri. Aqidam to'g'ri topamdi, to'g'ri topmamdi degan bu masala asosida bor. Bu ahli sunnat bilan ahli sunnat bo'lmaganlarning orasida bor. Yoki islom qisqacha zag'irtilib elbasa, islomni tushungan kishilar bilan tushunmagan kishilarning orasida bor. Ba'zida nima bo'ladi, jahon bunda tursa deydi. Sening aqidangga uyg'unmi, uyg'un emasmi deydi. İmanı sağlam bo'lgan, iymoni tirik bo'lgan, jonliq bo'lgan odam birinchi qatam aqidaning sohasidan fikr qildi. Mayli siyosatchi bo'lsin, iqtisodchi bo'lsin, jamiyatshunasi bo'lsin, muhandis bo'lsin yoki qanday bir jangchi bo'lsin, nima bo'lishi qat'iy nazar aqidaga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Tavhidni asos qilib turib, aqidani, iymonni asos qilib turib fikr qildi. Bu ahli sunnatning e'tiqodi. Ammo azg'un aqimlardan birisi misol olsak, masalan, Shia'ni. Ularda viloyatul faqih, faqihninki hokim bo'lishi, faqihninki iqtidorchiligi avlan hukm bo'lishi. Ya'ni ularning mollasining hammaning oldida turganligi ularning birinchi masala. Xo'sh. U viloyatul faqih bo'lmay, ya faqih oldin o'rin chiqarmay, u Shia bo'lolmaydi. Azg'un aqimdiki. Ammo ahli sunnat musulmonlarning nazarida Allohga iymon keltirish, Allohning borligi, yegona kelishinish bu birinchi darajalik xalqlik masala. Ikkinchi masala islom kimligi bilan ahli sunnatning kimligining uyg'unligini ko'z supurdigan ya kelib chiqish manbasini bayon qilib ikkinchi masala Muhammad alayhisalom. Muhammad alayhisalomniki payg'ambarligi, uning yetakchiganligi, uning insoniyatga yo'l xaritasi qiyomatga qadar davomli yo'l xaritasi chizib bergan eng oxirgi payg'ambar ekanligiga ishonish masalasi. Bu mu islom kimligini insoniyat nuqtasidan shakllantirgan eng xalqiliq masala. Nima uchun bu yer insoniyat nuqtasidan tursa, Muhammad alayhisalom shaxsimiz shaxs, insonimiz inson. Ya'ni insoniyat nuqtasidan islom kimligini shakllantirgan eng muhim omil Muhammad alayhisalom. Ahli sunna va jamoa musulmonlari Muhammad alayhisalomning oldiga hech qanday bir shaxsni o'tkazmaydi. O kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday faylasuf bo'lsin, rais bo'lsin, lider bo'lsin, imperator bo'lsin, yanimsi bo'lib qolsin, Muhammad alayhisalomning oldiga o'tkazmaydi. Qanday bir falsafa, qanday bir yangilik, yana bir tasavvur chiqib qolsin, Muhammad alayhisalomning so'zining yoki uningki ko'rsatmasini oldiga o'tkazmaydi. Bu iymon masalasi. Xo'sh. Bu yerda Muhammad alayhisalom mundaq deydi, Muhammad alayhisalom mundaq ko'rsatmasi desa, jalloqmanda deydi ijtimoiy kelishimda. Kesinchir mundaq deydi desa, iymonning tamoman ziddini tutgan bo'ldi. Bu ahli sunnat doirasidan chiqarib o'tdi bu. Xo'sh. Yani bu ko'rsatma var. Qizilsizlik deydigan narsa bu. Şuna ahli sunnat musulmonlari boshqalar baho bergan vaqtida yoki boshqalar muomala qilgan vaqtida bu odamning Muhammad alayhisalomga yaqin turish yoki yaqin turmaslikka qarab turib muomala qil. Muhammad alayhisalomga yaqin turamdi, yiroq turam. Bu agar yaqin turgan bo'lsa, o'zining qarindishi Mesela iman etkan ergeçken bolsa, eğer yakın olmaydigan bolsa, ya düşman buluş mümkün, ya bir taraflı insan buluş mümkün. Bu boyunca muamele kıl. Yani Peygamber Aleyhisselam ergeçmezdik, ya ki yakın turuş, yakın olmasına karab muamele kıl. Bu ehl-i sünnenin ki yol haritisi. İslam kimlik şekli. Ama azgın, kişi elim salgasa, oradaki merkezi nokta ne merse Hüseyin. Hüseyin demesi Şia olamaydı. Ama ehl-i sünnet nazarında Hüseyin adetli bir şahs. Adli bir insan. Gerçi Peygamber Aleyhisselam'ın nevrusu olsun mu? Adetli bir insan. Peygamber emez. Mukaddes şahs emez. Hazreti Ebu Bekir onundan evzel. Hazreti Ömer onundan evzel. Müslümanların ittifakı bilen. Gerçi Eşeretül Mübeşşir'in qatarı kirgen olsun. Hatalı şamda Hüseyin ise hatalı şudur. To'g'ri qilishim mumkin, xato qilishim mumkin. Shu Karbaloga borgan siyosatda ko'plagan tarixchilar nazarida xato etilsa xato. Xo'sh. Uning markaziy nuqtasi. Ammo ahl sunnatga Muhammad alayhisalom. Xatolasham o'tsa yo'q. Har bir so'zlari hikmat ega bo'lsin. Muqaddas zotimiz muqaddas. Fikrlar har qanday tasavvurning ustida deydi.
Ahli sunnet yol tutqanlar bu. Azib ketganlarni şəhər misal qaldıq, unutmam. Ondan başqa neçilğan xavaric deyimiz, batini deyimiz, ucbiz deyimiz. Bu vaqtda keyinçə toxtalımız mı? Gap köpüyüb ketmiş. Bir yıllar to'g'ri yo'ldaki ahli sunnet azg'u yo'l bir misal olamiz. Uchinchi misal islom kimligini shakllantirayotgan uchinchi misal Qur'oni Karim. Qur'oni Karim ilm ma'rifat sohasida, ma'rifatchilik sohasida, qonunshunoslik sohasida islomiy kimlikni shakllantirgan markaziy masala. İlim ma'rifat olsun, ma'rifatchilik nazariyasi olsun, qonunshunoslik bo'lib qolsin. Bu ahli sunnet nazarida markaziy bir masala. Ahli sunnet Müslümanların asosiy qonuni. Ahli sunnet musulmon nazarida islom qonunshunosligining birinchi manbasi Qur'oni Karim. İslam qonunshunosligining uningdan boshqa bir qanchalar manbalari hammasi Qur'oni Karimga tayinib turib mavjud bo'ladi. O'zidan hujjat dalil ekanligini Qur'oni Karim tayinib turib oladi. Agar Qur'oni Karim bo'lsa hujjatlar e'tiborga ega bo'lmaydi. Xo'sh. Masalan, sunnat deymiz, ijmo, qiyos va boshqalari hammasi Qur'oni Karim asosida keladi. Shuningdek, bu Qur'oni Karim barliq ma'rifatlarni, barliq fikrlarni, barliq ideyalarni, barliq tuzumlarniki to'g'ri xatolik o'lchimi hisoblanadi. Ahli sunnet nazar. Barliq ma'rifatlar. Hammasi hukm beruvchi yani, hukm tasavvurlar, ideyalar, qonun tuzumlarniki to'g'ri xatolik o'lchimi, ya taroz nima bilan o'lchanadi Qur'on. Qur'onning ko'rsat uyg'un kelsa bu ma'rifat to'g'ri. Bu qonun to'g'ri, bu tasavvur to'g'ri. Agar Qur'onning tarozi uyg'un kelmay qolib qolsa, uni kim deb kelsin, qanday zaman chiqqan bo'lsin, o paqirg'am shalaxshig'amda bir necha kunda uning botil ekanligi, uningki e'tiborsiz ekanligi ma'lum deb chiqadi. Chunki uni o'ttirib qo'ygan inson, shu nazariyan, shu tasavvurni o'ttirib qo'ygan inson bir maxluq. Bu maxluqning ko'z qarashi, maxluqning tasavvuri hargizmi osmon zaminni yaratgan, butun koinotni boshqarayotgan Allohning so'zidan oldigan o'tolmaydi. Bu e'tiqod masalasi. Xo'sh. Shuna bu noktada yani ahli sünnet Müslümanları Kur'an-ı Kerim'de ahli sünnetin kelgen adamlarını aldı. Ahli sünnet bulmayan adamlarını olmaydı. Yani ahli sünnetin nazarda Kur'an-ı Kerim'de yetkiziş meselesi fakatlar ahli sünnetin başka insan bulanırken zincirsiman kısmı tepilmaydı. Ama Şialık karsak buradan Kur'an bağımlısı var. Kur'an işlemsi şimdi. Lakin azgın deyimiz. Lakin ulanın ki Kur'an'ı kimden aldınız? Kandak yetip geldiyse imamlarımızdan değil. Senin imamlarından bu Kur'an'dan sağlam yetip gelgenlik delil pakit bağımız göstermeyiz. Çünkü bunun imamlar bir zaman garda, bir zaman tağda, bir zaman bir şey yok gitti. Kandak geldi sağlamız. Neçyüz yıl uxlap kopkalları var. Kandak yetip geldi. O senin imamın neçinci eserde meydan geldi. Şunun için az bundan. Şuna Şia'nın bir kısmı Kur'an'da mesele var. Yani Kur'an kemlep kalgan dedi. Bu ehli sünnet Kur'an'ın bir kısmını çıkarıp etken dedi. Neymiş kalsa sahabelerden almağanlık için, doğru yoldan Kur'an-ı Kerim'den almağanlık için biz imamımızdan aldık. Bunların baş imam kim tutuyordu? Cafer Sadık tutuyor. Peygamberimizden neçinci bir nevrisi tutuyor. Bunun ilgisi nereden gelgensen? Şun bunların itiqadı çatak var. Şunun için bunlar ne dep atayımız? Azgın. Hata yolu kirip ketkenler deb ataymiz. Ama bu şeyle qarsak Qur'onga ishondik deydi, lekin Qur'onga zid yo'l tutdi. Qanday zid yo'l tutdi desa, bu sunnatni faqat olmaydi bular, hadis sharifni. Nimishqa qanday zid yo'l tutsa, Qur'onga ishondik deydi, Qur'on Karim bizga yetkazib bergan, naql qilib bergan, sog'lom musulmonlar yetkazgan sahobalarni tillaydi. Sahobalarni kafirga chiqardi. Qanday bo'lib Qur'onga ishondik desa, shu vaqtda o'zi Qur'onni sana yetkazgan insonlarni kafirga chiqarsa. Shu e'tiqodi buzuq deydi. Shuning uchun ozg'un deymiz. Biz misolda har turli aqlni kelsak, avomin nasl yoki xalqning qanday chechilmasida bir misol aytdi. Biz Kabini misol qilaylik. Islom kimligi bilan ahli sunnet kimligiga tamoman uyg'un misol. Kaba islom kimligini makon jihatdan, o'rin jihati shakllantirgan eng muhim amillarning birisi. Ahl-i sünnet vel cemaat'ninki itiqadida Kabe'deki ulug'uri yok.
Dunyoda hammadan ulug' o'rin qaysi etsa, Ka'ba. Nima uchun yani ulug' bo'lsa, Alloh taolo buyurganlik uchun. Allohga iymon keltirganlik uchun shu Ka'bani ulug'latamiz. Agar Alloh bu iymonimiz bo'lmasa, Ka'ba bilan nima ishimiz? Balkim ba'zi bir insonlarniki, ba'zi bir boylarning, ba'zi podshohlarning sariya u yerdan afzal. Lekin iymon masalasi bo'lganlik uchun har qanday saraydan, har qanday poytaxtdan, har qanday yeringdan bu yerni ulug' deymiz. Ammo ozg'un aqam Shiyaning nazarida Karbala ulug' Ka'badan. Ka'ba nechinchi o'rinda? Karbala uning nazarida birinchi o'rinda. Ezib ketgan. Va millionlarni taj qildi-ku. Karbala nima ish Karbala? Qimmati nada? Bishemlikning markazi bo'lganlik. Muqaddaslik bo'lsa muqaddaslik yo'q. Savob bo'ladimi, savob yo'q. Demak, bu yer ahli sunnatning yo'lini tutganlar, Qur'on sunnat bo'yicha o'zidan kimni saqlaganlar, muqaddas deb qaraydigan o'rin, bu aqid islom aqid chaplab ketganlar muqaddas deb qaragan o'rin. Undan boshqa dunyoda nechilar ekan? Xo'sh. Ramazonni misol qilaylik. Gerçi boshqa nurg'un ibodatlar bo'lsin. Ramazon zaman jihat islom kimliginiki bu halqaliq markaziy nuqta hisoblanadi. Musulmonlar Ramazon ro'za tutish, qiyomlar turish, ruhiy o'zg'ilish, Ramazondan iborat bir ibodatning kelganligini kutish, Ramazon tugab bo'lgach kelar yil Ramazon nisf kesil deb Alloh taologa intilish iborat. Bu xursandlik bilan yashaydi. Bu xursandlik yoki bu ahli sunnat farq yoki bu alaylik boshqalar bormisi yo'q. Bu musulmonlarni boshqalardan farqlantirib tur. Demak, mana bu yuqorqi alomatli 5 turlik misolni oldik. Ahli sunnani boshqalardan, boshqa aqimlardan, boshqa mazhablardan, boshqa ideologiyalardan yoki ozg'in xato qilib farqlantirib turgan alomatlar. Demak, bu yuqorqi bu alomatlar yoki yuqorqi bu o'rnaklar nimani ko'rsatsa, ahli sunna val jamoatniki aqida jihatdan, shariat jihatdan, ideya jihatdan tamamen to'g'ri yo'l ketayotganlikligi, tamamen islom kimligiga uyg'un holatda menayotganligini keskin po'latdek paket. Mana bundan nima tushunamiz? Islom kimligini birdan bir tamsil qildiganligi kimsa ahli sunna val jamoat. Ahli sunna va jamoatning kimligi bilan islom kimligi tamamen uyg'un. Buningki dalil paketlari yuqorqi 5 turlik misoldan ko'rilib turdi. Xo'sh. Allah razı olsun hakikaten yani so'zlab kelsa deganlardek yani misollar o kadar shunchalik ko'pki bugun muqaddima shaklda o'tirib qo'ydik inshaalloh oldimizga bo'limlarni yana ochimiz. Yani bu so'zlardan qadrli ko'rmanlar yani islom biz programmamizning yani beshidimi dedim abay mesela. Her bir Müslüman cho'qim o'ylab boqaylik bugungi so'zlangan hammamiz savotsiz Türk deb qo'ymizgan biz ham ishni bilmaydigan ammo musulmon deb millatimizning ichidan mesela hammasi bu ahli sunna val jamoat deydi. Amaliyotda mushu tilga ilingan o'zi mansub bo'lgan jamoat bu sharaflik to'g'ri yo'l Rasululloh ko'rsatgan bu yo'lga bu yo'lning bir nafarlari bir a'zolari bo'lish sifati bilan balkim ko'pincha musulmon ko'pincha xalqimiz yuqorida tilgandigan mesela eng oddiysi 5 misolnimi qanchalik ahli sunna val jamoatninki ashundaq muhim prinsiplar ekanligini yuqoridagi misollarda tushunmasligi mumkin. Qarg'ularchi menayotgan bo'lishi mumkin nurg'uldir. O'ylab boqaylik. Bu shaklda tushungan vaqtimizda yani hayotdagi barliq qilgan ishlarimiz, qilayotgan ibodatlarimiz boshqacha lazzatli bo'lgan gap aslida. Boshqacha nihoyatda o'zimiz ko'tarangur ruh bilan har qanday ishimiz yani shunchalik bir ulug' Rabbimizga bo'lgan e'tiqodimiz kuchli bir shaklda elib berildi. Qilgan ishlarimizning barakati bo'ldi mesela. Shunga aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil ibodat qilsa yeldur deb ta Abduqodir Damullam degan bu so'zlar qarab qo'ygan. Bir inson ro'shan nur ustiga bilgan vaqtida buningki qanchalik muhimligini bo'lmasa qilgan butun peshonimizni yig'ir qilmoqcha qilgan amallarning amaliyotda hech bir natijasiz bo'lganligini ko'rsatib bergan. Yana bir savolim bor bu ahli sunna val jamoatniki qanday shakllanganligi haqida. Lekin yuqoridagi javoblarning hammasi asosiyatdan chiqib bo'ldi deb qarayman. Qo'shimcha qilay desizlar qilsa bo'lmasa tugatsak ham bo'ladi. Bu vaqtda bir oz biz sunnat ahlini islomni yani islomning tamoman o'zi jamoatni ummat deb izohladik. Xo'sh. Ahli sunnat yani ummat
islom ummati deb tanishtirdi. Ham ummat degan qanday odamlar? Bize belki bazı bilmegenler ummat degan Allohga ishongan yoki islomga ishongan, payg'ambar islomni yetakchi deb e'tirof qilgan va islom ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilgan musulmonlarni buni ummat deb ataymiz. Yoki islom ummati deb ataymiz. Ham islom ummati qanday shakllansa, ilohiy vahiyning ko'rsatmasi bo'yicha yozsa, ilohiy vahiy bilan ta'sirlansa, ilohiy vahiy bilan moslashsa, ening kenidi bu ummat hisoblanadi. Agar ilohiy vahiy ishonmay qolsa, u ummat bo'lamasa, u ummat bo'lmaydi. Chunki islom ummati demak aqida birligini, siyosiy birligini, ideologiya birligini, tasavvur birligini shakllaydigan bir bog'lovchi bir ummat demak. Xo'sh. Bu ummat islomga ishongan, islomni dunyoga tanitgan, islom yo'lida, haqiqat tanitish yo'lida jihad qilgan va islomni oshirib etmay, yakim aytib qo'ymay, o'ttirhanlik bilan amaliy insonlar hayotida amal qilgan bo'lgan, amaliy yurgizgan bo'lgan bir o'rnakka aylantirgan. Shunga bu yerda ummatga ta'yin qilganlik, dinga ta'yin qilganlik hisoblanadi. Ummat bir butun ta'yin. Masalan, ummatning ichida bijbalik musulmonlar va turk. Ummatning ichida arablar va ummatning ichida uyg'urlar va ummatning ichida malayziyalik, amerikalik, uyabiyalik. Bir qismi andaq, mandaq desa, illat bo'lgan bo'lsa, nuqson bo'lgan bo'lsa, o tabiiy. Yoki mayli. Lekin bir butun ummatni tanqid qilish dinni tanqid qilganlikdir. Chunki bu ummat kimga vakillik qiladi? Shu dinga vakillik qilgan. Xo'sh. Qur'onni yodlaganlar, qarimlar. Qur'onni boshqalarga yetkazayotgan hofizlarni tanqid qilganlik, Qur'onning o'ziga tanqid qilganlik. Bo'lmasa uning ismining Ahmad, Samad, Fatima, Oysha bo'lganligi ish yo'q. Nima uchun tanqid qilyapti? Nima uchun malomat qilyapsa? Qur'onni naql qiluvchi, Qur'onni yetkazguchi shaxslar bo'lgan tanqid qiladi. Shuning uchun bu yerdagi tanqid kim qartlayotsa aslida u shaxsiy emas, balki uning hofizligiga, uning qarligiga tanqid qilyapti. Xo'sh, gapimizni xulosalasak, ahl sunnat musulmonlari islomning manbalari, Qur'on sunnatlariga iborat islomning manbalari va islomning ahkomlarini o'z ichiga omonat sifatida olgan. İslamның mənbələrini qoğdab kelayotganlar, sağlam yetkizayotganlar kimsə əhl sünnət. İslamның əhkamlarını əməli icra qilib, kuchunun yetişçi zamanlar boyunca ummatga, inson yetkizayotganlar kim? Bularmı? Musulmonlar. Shuningdek, ya'ni bu ahl sunnat musulmonlari islomning merosi, islomning tarixi, islomning madaniyatimi omonat sifatida ustiga olgan. Ya'ni qo'g'dab kelayotganlar, himoya qilayotganlar, tamsil qilayotganlar. Mesela tarix qaraydigan bo'lsak, ahl sunnat musulmonlari payg'ambar zamon tartib ta Osmonlar davrining oxirigacha mesela davlat shaklini misolga olsak, islom tarixi bilan hamkorlashib kelgan, moslashib kelgan. Islom fatih harakatlari bo'lganmiz, ozodlik harakatlari bo'lgan bo'lsa, uni sharqshunoslarning din dushmanlarining so'zi bo'yicha mustamlik deb qaramasdan, bu Alloh yo'lidagi jihad kurash deb atab kelgan. Bolalarni Muhammad Fatihga o'xshash, Salohiddin Ayyubiga o'xshash, Muzaffar Qutuzga o'xshash yoki Baybarisga o'xshash bu mashhur qo'mondonlarniki nomlari bilan atab kelgan. Ham islom merosiga kelsa, ahl sunnat musulmonlari ilohiy ko'rsatma asosi borliq kelgan ilm ma'rifatlar, tafakkurlar, tasavvurlarni hammasini olqishlaydi. Ilohiy vahiy asosida kelgan yoki ilohiy vahiy uyg'un kelgan boshqalarningki tasavvurlari, masalan musulmon bo'lmaganlarningki izlanishları, tadqiqotlari ilohiy uyg'un kelib qolsa, kimning og'zidan chiqib qolib qolsa, uni qadrlamiz. Hattoki mujtahid olimlarning fikrlari, izlanishlari to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, uni qadrlaydi. Nima ish qilsa, izlanganlik uchun, aqlni ishlatganlik uchun, tafakkur qilganlik uchun bu tarafdanmi hurmatlaydi. Ammo ozg'in aqldagi shaylar qarsak, unday emas. Bular islom merosini tamoman yo'q chiqarishni inkor qildi. Shu bularda sahobalar desa, xulofai roshidin bo'lsa e'tirof qilgan emas. Mazhab imomlari, mujtahid imomlar umumiy e'tirof qilgan emas. Hadisni bizga yetkazib bergan cho'ng imomlarning qatori Imom Buxoriy, Imom Muslim umumiy e'tiborga emas. Mufassirlar, muhaddislar va boshqa ilm ma'rifat sohilari islom merosiga hech qanday e'tibor yo'q. Chunki shay anlamasi islom merosi tamoman yo'qitib tashlash iborat bo'lganligi. Xo'sh, gapimizni xulosalasak, yuqori ikki nuqtani bayon qildim. Birisi islom kimligi bilan, islom kimligi bilan ahl sunnat kimligi orasidagi uyg'unlik ikki nuqtadan kelib chiqdi. Buning birisi nima bo'lsa, ilohiy vayni markaz qilib manganlik uchun. Ilohiy vayni markaz qilish, iymon masalasi, Allohga iymon keltirish, payg'ambarga iymon keltirish va uni yo'lbosh deb qarash, Qur'onga iymon keltirish, uni qo'g'dash, Ka'bani muqaddas o'rin deb qarash,
ibadetlerin katarda Ramazan ve başkasını çok tutmamış. Yani ilahi vahiy merkezlik. Bu birinci. İkinci birisi, muş ilahi vahiyinin körsetmiş maslaş. Onunki yol yoruğuğa makul depmaş. Muş iki noktada nemin düşünenimizse, ehl sünnet vel cema'a atalığısına ait inçki muvaffakiyet tallalğanlıqını bir yerden körvağın oldu. Nemin düşünenimiz? Çünkü ehl sünnet vel cema'a musulmanları İslam'ın aqidi sübtede, şeriat sübtede amanet dep tapşırıp aldı. Şundaqla İslam'ın tarihi, İslam'ın medeniyetini amanet dep qaragan şahsılar. Xoş. Bunun da nima tushunib olamiz ise bu ahl sunna vel cemaat degan bu muayyan bir fikir emas. Yoki muayyan fiqhiy mazhablar emas bu. Yoki bir siyosiy tashkilotning nomi emas. Yoki bir da'vat olib boradigan bir jamoatning nomi emas. Ahl sunna vel cemaat bu ummatning tarixi. Bu ummatning merosi. Bu ummatningki mazhablari, to'g'ri yo'ldagi, bu ummatning izlanishlari, bu ummatningki simvollik shaxslarni hammani o'z ichiga olgan keng bir hukmda iborat. Shu muayyan bir shaxsga yoki muayyan bir jamoatga yoki muayyan bir iqlimga yoki muayyan bir yurtga qarshi bo'lish tamoman xato. Taxmi inchik o'lcham qo'yish to'g'ri kelsa, kimni ahl sunna val jamoat deymiz desa, gapni taxmi zag'irtilib olib aytsak, kim qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mazhabdan bo'lishidan qat'iy nazar, ahl sunna ya'ni doirasidagi qaysi aqimdan, qaysi jamoatdan bo'lishidan qat'iy nazar, islom ummatiga mansub ekanligini his qila olsa. İslam ummatiga mansub bo'lish uchun yuqorqi e'tiqod masalalari uchun turishlar. Xoş. İslam ummatiga mansub ekanligini his qila olsa. Enin kendin İslam ummatiniki yoki islom kimligi va islom qimmat qarash tabiiy ekanligini his qila olsa. Birisi islom ummatiga mansub ekanligini his qila olsa, yana birisi İslam kimligi ve İslam qimmat qarashlariga mansub ekanligini his qila olsa, buning ahl sunna vel jamoatga ismini ishlatishga bo'ladi. Gayet oson ish. İslam ummatiga mansub ekanligini his qildi. Enin İslam kimligi, bir butun İslam kimligi ve bir butun İslam qimmat qarashiga tabiiy ekanligini e'tirof qilsa, bu ahl sunna vel jamoat. Xoş. Bu bugungi bizdagi bayonimiz, tanishtirishimiz bugungi mazhablar qaysi millat, qaysi davlat kirdi emas, balki buning tagi mohiyatini, ahl sunna vel jamoat tagi mohiyatini aytib berishdan iborat. Xoş, xoş. Allah razı olsun, köpten köp rahmet. Kadirli görürmenlerimiz şuna kılıp müşahede ahirleştireydi programımızda. Hakikaten Allah subhanahu ve teala bizlerini bu toğra, roşen, nur üstüde boğan, toğru yol üstüde boğan bu yoldan hiçbir zaman ayırmasın. Ahirki nefeslerimiz geçer, tınıklarımız geçer. Bu İslam'ın toğru yolu da Resulümüz bişaret bergen bu yol üstüde minip amanetini tapşırışqa nesip qılsın dep dileymiz. Bulmasa Resulümüz degендek inşallah aldığımızdaki sanlarda belki geçişimiz mümkün. Bu ümmetninki 73 fırqaga bölünüp ketadiganligini ta şu 14 asrdan artıq zaman ilgari Resulümüz bişaret bergen. Bu ümmetning biga o'ylab qayli o'tganlarda biz azg'un mush millatning bizning millatimizning ichidan chiqqan bizga o'xshash so'zlaydigan ammo afsuski ezib ketgan atalmish hatto Qur'onning nomini tilga olib turib bular haqida nurg'un necha bo'limlar program qildik. Qanchalik azg'un firqalarga bo'linib parcha ammo hammasi o'zini men islomning eng yaxshi yerini tutib meng'otaman deb da'vo qildim. Ammo lekin afsus yuqoridagi so'zlangan bu kaidelerge, prensiplerge düşünmese, o keç gündüz pişanesi yığır kıvağışı emel ibadette takva olup kessin, bekaki onu esnamdı. Aşındak azgınlık uçuşup kılıştığını her birimizni Allah saklasın dep dileyimiz. Allah ömür verse aldığımızdaki sanda görüşükçe aman boğaçlar. Birdemden ki saat 6'da bir gün Vaka ve Mulayet programımız var inşallah. Muhim temalarda paylaşımız şu vakit görüşükçe. Allah'a tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.